Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini quvotdi. Xayolida nimadir quvotdi. Короче, votdi lavotdi azizlar. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz Yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshlaymiz. Yangajon Akulani ko'rib ovqat qilish esdan chiqib ketmadimi ish qilib? Shoshilmang. Ovqat qilish qochib ketmaydi. Oldin akulani ko'rib oling. Akulaning shunaqangi xususiyati bor, qorni to'ydilar. Ochlik hissini yo'qotadi. Sizda yarim soat imkoniyat. Mazza qilib akulani ko'ring. Aynan hozirgi lavhamiz shunaqa qorni to'ydiradigan lavha. Aka, boring o'qishingizga men o'ynagim kelyapti o'zi. Hoy, nima bo'lyapti? Ona keling o'ynaymiz. Izurda ana shuni. O'zim o'ynay. Keling ona. Keling, o'tiring ona qarga mana bu uyda men yasam. O'rtoqlarim, nechta akang bor desa men ukam bor deymanmi? Xo'p, hozir. Bo'lma, aql Ketsin. qarang ona. Men shu uyda yasadim. Ket. Men bu yoqda sen Dadasi. dadam bilan ona buni istamayman. Dadasi. Ha, nima bo'lyapti yana? Nima bo'lyapti? Nima deysan? Ketsin. Dada ketga o'ynaymiz, dada. Ketga. Hozir shoshmay turib o'ynaymiz. Nima deysan? Farzandlarimizga qarang. Qaysi biriga qarang? Ana kattasiga qarang. Nima bo'ldi kattasiga? Shu ko'nglim g'ashdi dadasi. Nima ko'nglim g'ashti eshdingmi? Kasalmi? Bilmadim, kasalmi, sog'mi yoki ko'zim yaxshi ko'rmayaptimi? Siz unga qarang. O'zingizga qarang, menga qarang. Shubha qilyapman, bizani farzandimiz shekilli. Yana boshladingmi shu odatingni, shu gapingni? Qana bizani bo'lamiz, o'zimizni bo'lamiz. Nima bo'pti mana? Tupa-tuzuk o'ynab hech kimga zarar tekkan bo'lmasa. Ko'nglim g'ashdi dadasi. Bizani avlodlarimiz bunaqa emas edi. Xo'p, meni ham avlodim. Aynu bilmasam, xotin qo'y bo'lmagan gaplarni yaxshi mana o'tiribdi o'ynab bezarar. Katta bolani o'ylab o'tirgan ishini qalang. Bu bo'ldi. Ey! Bayqaram. Ikkalang ham tur. Choyingni ich. Choy ichamizmi? Tush oldimi? Ketdik. Ketdik. Dada, meni ko'tarib oling, dada. Obbo. Ona ketdik. Choy ichamiz, yuring ona. Ketdik, ko'p gapirmang. Gam qo'rqitaman hozir. Qo'rqib ketdimi? Izurdi. Birga daga o'ynaymiz. Keting. Senga ham yasadim. Sizga. Ol, men buni shu. Sizga keting. Qizlar bilan gaplashing. Siz qatorlar bolasi bor. Ena menda yo'q-da. O'yna men bilan. Sizga boring, qizlar bilan gaplashing. Ona. Bir. Jim bo'l, hozir onamga Yurasan ham men bilan shunaqa yurasizmi? Ha? Ona. Keting, men o'ynamaymiz. Dada. Ona. Ha, nima bo'lyapti? O'ynamayman bilan. Ona, buni qara. Yana nima bo'ldi? O'ynamayman men bunisiz bilan. O'zi ham izurdi-ku, o'ynaylik deb men 3 yoshimda o'ynaganman men buni. Ho'kizda yotibdi. Yana institutga bormasdan uycha o'ynayotibdi. Ona, o'zingiz o'ynaysan? O'zingiz o'ynang. Voy xudoyim. Birga o'ynaymiz, ona. Birga O'ynaymiz. Dadasi. O'ynaymiz ona. Qarang. Mana bu yerda yashirdim-a. Siz o'ting, bo'lmasa otib qo'yaman. O'ting. Otib qo'yaman. Qayga o'tay? Aha, u yoqqami? Aha. Otaman hozir. Voy xudoyim. Dadasi. Qo'ling ko'tar. Dadasi. Qo'lingizmani, qo'lingiz. Dadasi. Voy, dada, yomon palakyapsiz, qo'rqitib yuborasiz. O'chir ovozingni, nima bo'ldi yana? Nima deysan? Dadasi. Bunisi Bor, bayqara, chop. Chop, basharasiga. ukangni oldiga bor. Nima deysan yana? Nima deysan? Basharasiga qarang dadasi. Basharasiga nima bo'pti? Kraska surib olgan.
koreysmi yaponmi tushuna olmayapman dadasi. Bizani qarang, biza xuddi o'zbek chehra biza. Sizni qarang, lekin uni o'zbekka o'xshamaydi. Ha, menga qarasan, avlodingda bo'lgandir shunaqa. Shunaqa piska ko'zliklar bo'lgandir. Yo'q, meni avlodim umuman xatirchidan bir qadam chiqmagan hech qayerga. Gapni eshitdingda, xatirchi qilma menga qara. Короче, mana yaqinda Xitoyda ota-onasi Xitoy, bobosi Xitoy, o'ris qiz tug'ilgan, tushunyapsan? O'ris qiz. Keyin uni surishtirsa, qaysidir avlodida naslida o'ris qoni qo'shilgan ekan. Tushunyapsanmi? Kecha ko'rdim shuni televizordan, internetdan ko'rsatdi. O'qima qilma, o'zimizni bo'lamiz, garan qildik. Bo'lamizmas. Bu bilan nima demoqchisiz? Men bironta bir qarindoshim Xitoyga borib kelgan demoqchimisiz? Bilmayman nima bo'lgan, nima qo'ygan. Tushunmayman uni. Bu короче ko'p gapirmagan, o'zimizni bo'laman. Meni balki nimamda bordir, avlodimda bo'lgandir. Eski o'sha bobo-karavlarimda bir qandaydir nimadir bo'lgandir. Qaydan bilaman men? Bo'lamiz biz. Ezor degan xotin. O'zimizni bilamiz. Mayli, detskiy ponyatga bo'lsa ham shu o'zimizni bilamiz. Ko'p bunaqa vahima qilaverma. Men qo'rqib ketyapman dadasi. Nimadan qo'rqasan? Nimadan qo'rqasan? Uchishlayaptimi? Qilyapti-da. O'ynagisi kelyapti-da. Hozir men aytaman, institutga boradi. Rektorlari, dekanlar bir gaplashib qo'ysin, o'zim gaplashib qo'yaman. Men bunisini xotin. Haydab kel, paq etib o'ynasang bo'ladi shu bilan. Paq etsang joyiga tushib ketamiz. O'qib qolamiz, biz bo'lamiz. Tishda. Ona. Tishda. Ona qarang, institutga shuni kiyib borsam bo'ladimi? Tishda. Bularni nimaga bunaqa qilib tashlading, sochib Yo'q, tashlading? mana kostyumda qidirdim. Mana. Shuni institutga kiyib boraman. Dadasi. Sendakini yech. Yarashmadimi? Kurtganiki. Dadasi. Ha. Yo'q, nima qilib? Nimaga? Kurtkangizni kiying. Kurtka? Mana buni men больницаga olib borib, ko'nglim xotirjam bo'lmasa, uxlolmayman men. Shamollaganim yo'q men. Bilaman, shamollamagansan. Kasalxonaga bor. Men buni borib qonini tekshirtiraman dadasi. Nimaga qonun tekshirtirasan? Bu meni bolam emas dadasi. Yuzimni yuvib chiqaman. Yo'q, menga yuzing kerak emas. Menga qoning kerak seni. Bo'ldi, tush. Bo'l. Oldimga tush. Voy yuragim. Bo'ldi. Chata, garan qilding sen ham. Dadasi. Ha, tishdingmi? Men sizga nima degandim? Nima deganding? Mana qon tahlil natijalari. Nima bo'pti? Bola bizaniki emas ekan. Men sizga nima degandim? Onalik qalbi hech qachon aldamaydi dadasi. Qara, xotin, men senga tushuntiray. Xo'p, bo'ldi. Men senga gap ko'z kallasini aytaymi? Xullas, sen o'sha tuqqan paytingda mazang bo'lmay qoluvdi, bilasan-a? Keyin oldinga kiruvdim men. Kirganimda narigi xonadan borib bolani olib keling, emizay deding. Dedingmi? Keyin tagi rasvo bo'lib qolsa, tagini tozalab keyin olib keling deding menga. Borsam tagini rasvo qilib qo'ygan ekan. Yonida tagi top-toza bir bola turgan ekan, o'shani ko'tarib keldim oldinga. Hey, xotin, tur. O'g'lim. Dodo. Suvobga ona hushidan ketdi. Tezmi? Ona. Borib suvobga. Yaxshi turadi. Qal. Hozir suvobga. Tashlaymiz. Xotini bilan janjallashib, bo'ldi, bir qarorga keldim. Hozir masalani bir yo'qlik qilaman deb qizishib turgan akalar. Aka, sizga aytayapman. O'tiringda shartta joyingizga. Mana shu ko'rsatuvni, mana shu lavhamni ko'ring. Mana shu lavhadan keyin bir qaror kelasiz. Ko'rib olinglar shuni. Yarim soatda nimalar o'zgarmaydi deysiz. Azizlar, yangi yil arafasida bizni ashaddiy muxlisalarimiz shunaqangi voqealarni bizga aytib berishdi. Ishoninglar,
o'zim ham maza qildim. Shulardan bittasini hozir ko'rib bitta guvoh bo'ling-da. Keyin yana o'rtoqlashamiz. Mana dadasi. Dadasi. Dadasi choy. Ey, to'g'ri. Mana choy. Ha, nima baqirasan? Men sizga hurmat qilib choy deyapman, qaramaysiz ham. Men sen nima qilib urushdimmi, seni so'kdimmi, nima dedim senga? Men telefon ko'rib o'tiribman-ku. Xo'p, men sizga hurmat ko'rsatib choy dadasi desam, e'tibor ham bermaysiz. Meni odam o'rnida ko'rmaysiz, bir e'tibor qaratmaysiz. Yana boshladim. Menga qara e'tibor qaratmaysiz, bir narsalar deyaverma. O'zi borku choy olib kelgan odam to'rtta bir konfetmi, shirinlik olib keladi. Bir choyni bir konfetlar bilan, shirinliklar bilan bir ichsa, odam o'tirib, odamday bir choy ichganday bo'lsa, ketirib mana deb tashlaysan, xuddi molga ovqat berganday. Taq etib qo'yasan oldimga. Shirinlik olib kelsam, olib kelma, semirib ketyapmiz dedingiz-ku o'zingiz. Sigirlik ketyapmiz, semirib ketyapmiz. Sen semiryapsan, men normalmi? Yo'q joydan janjal qilasan. Keyin olib berib, midir. Ya yo'qmayapsan. Yo'qmayotgan bo'lsam katta ko'cha, tushundingmi? Ha, boring keting katta ko'cha debmasdan, xo'p menga. Sen bir erkak bo'libchi, ana Svetaning eridan o'rnak olsangiz bo'ladi. Nima bo'ldi Svetaning eriga? Bilmasangiz bilib oling. Har kuni ishga ketayotganda Svetaga yaxshi qolgan xotinim deb o'pib ketadi. Kelishini yaxshi o'tiribsanmi xotinjon deb o'pib keladi. Sen erkakmisiz, o'rnak oling. Sen shunaqa qiling. Men ham shunaqa qilaydim, endi u nomahram bo'lsa u, eri ham ko'nmaydi. Nima deganingiz bu? Hali siz Svetaga ko'z olaytirib yuribsizmi? Ha, hech kimga ko'z olaytirganim yo'q, nima desa yo'q joydan janjal chiqaryapsan. Maqsadim nima meni? Bildim, siz maqsadingiz. Maqsadim yaxshimi? Asabimga tegmang, xo'pmi, Svetaga aytib beraman. Eriga aytmanga desa. Salga asabim chiqib ketaveradi. Hech narsa degani yo'q bo'lsa. Hech narsa degani yo'q. Obbo ko'nglini olishim kerak. Xotin! Men qara. Ey xudoyim, yana yo'q joydan janjal qilib xotinni xafa qildim. Hozir uzr so'rayman. Xotin! Ha, Yaxki, nima deysiz? yoqqa kel. Gapim bor. Kel. Nima deysiz? Yaxki kir, gapim bor. Gapiring, gapirsin. Ha, kel. Uzr so'ramoqchiman sendan. Kel bu yoqqa. Kechir. Bilasan, asabiyman. Ishlarim orqaga ketib, sal nerishti qiladigan bo'lib qolganman oxirgi paytlar. Kechir xotinjon, o'rgilib ketay. Kechirasanmi? Svetachi. Sveta hazillashdim, u eri bo'lsa. Shuncha gapirdim. Yur. Nimaga? Yur. Sen bitta gap. Kiyimlarni almashtir. Bir onaynikka borib bersanmi? Voy dadasi rost. Onaynikka borib qo'yaysan xotin. Bir yil bo'lsa olib bormaganingizga dadasi. Ay yur, shu bugun onaynikka borib qo'yib, bir maza qilib aylanib, bir dardlashib, bir dam olib kelsan ham. Ketdik onaynikka boraman. Kiyimsamchi. Qayerni o'zing bilasan? Kiyimlaringni olib chiq. Bo'ldi, keyin ketdik. Voy rahmat dadasi. Ana inangni uyga ham keldik xotin. Ha, o'rgilay. Qanday? Yaxshi. Sen inayniki kelganingga bo'lku. Tabiatan xursand bo'lgandan qor yog'diryapti. Qara, qissanatasi. Voy dadasi, xushsiz. Mana qara, sen inayniki kiraver. Men hozir kelaman, xo'pmi? Dadasi, nimagadir ko'nglim g'ash. Hozir hovlida gaz bo'lmasligi mumkin, svet bo'lmasligi mumkin. Sovqotib qolamizmi bitta xonada demoqchi edim. Sen hech ham o'ylama, hech ham siqilma, tushundingmi? Sen kir, menga dadang necha marta telefon qildi, onasini mazasi yo'q, qizimni olib kelib tashlang bir kun yurib ketsin degandi. Shuning uchun sen bexijolat xotinjon, qolaver, men kelaman, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, hech o'ylamagin. Aytganday. Mana shu ro'molcha senga, xo'pmi?
Esdalik. Yo, sen de tursun şu ro'molcha, xo'pmi? Bo'pti, men ketdim. Xayr. Bo'pti, xotin. Xotinjon, meni kechir. Endi sen bilan yasholmaymiz. Alvido deb sobiq yering. Nima? Voy ablah. Ko'rsatib qo'yaman xotinsiz qanday yashash kerakligini. Bir maza qilaylik. Ozodlik! 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 Ko'tar telefonni, ozodlik! Alo? Alo! Ha. Yaxshimisan, Juna? Oy, qanaqa bir shamollar uchirdi bu hech yo'q ketganding. Ey. Endi bu shamol kelganda ham yomonki, bu Bekobod shamolidan ham kuchli chegara. Jo'rajonim, jo'ra mazza qilasan. Yo'q. Eshit yangilik. Ey, Ha, nima yangilik? bugun tizza bo'yi yeb ichar jo'ra. Ya, Hammasi bizni hisobdan. Kessakdan cho'q chiqyaptimi? Endi bir chiqsa chiqibdi-da jo'ra, menga qara. Xotinning javobini berdim, men salani safingdaman endi. Salani safingdaman. Ozodlik! deydi. Ko'rganmisan? Ha. Ey, Odil yoningda emasmi? Odilni ham chaqir. Ha, yonimda mana eshitdi. Ya, eshittiribdimi? Ey, bir maza qilaylik. Tizza bo'yi yeb ichar. Yayraymiz jo'ra bugun. Yayraymiz. Ya, yana aldash bo'lmaydimi? Yo, jo'ra, aldasam. Qara, agar aldaydigan bo'lsak, to'g'risini aytib qo'yaver, bir odam novara qilmasdan. Yo, jo'rajon, aldash yo'q. Har safar yeb ichar tizza bo'yi deysam, biz pulni to'lab ketamiz. Erkak Yo'q. bitta gapiradi. Bo'ldi, ko'rishamiz. Davay, ko'rishamiz. Soat nechida ko'rishamiz? Xo'p. 7larda. Shu 7larda ko'rishaylik. Bo'ldi, jira. Soat 7da ko'rsam. Davay. Bo'pti, mayli. Ha. Ana. Ko'rsatib qo'yaman men bunga alkashga. Ha. Oy, ama charchadim. Ay, 8-chi etajga liftsiz. Shu lift ishlamagani qaraylar. Menimcha lift xotinimni tashlab kelganimga xafa bo'lgan hol-ku. Qanday go'zal bu olam. Bir qara. Xotinsiz yashayman, endi bir qara. Hayot go'zal, xotinsiz dunyo mukammal. Yashamayman, aldab tashlab keldim onasinikiga. Endi onasinikiga yursin. Tamam, men ketdim, o'zim yashayman. Xotinsiz yashamoq qanday go'zal. Xullas, xotinsiz hayot mukammal. Svetlar yonib qo'ygan-ku. Alvido xotinjon, endi o'zim yasharman. Endi joyimni o'zim to'sharman. Alvido xotin, mendan rozi bo'l. Kech. Xohlaganimdan yashayman. To'g'ri. Xohlaganimdan o'zimni uyimga xon, o'zimni uyimga bekman, to'g'ri. Shunday yashayman, mazza qilib. Assalomu alaykum. Va alaykum.
Men bugun ishonsangiz mana bo'lyapti. Qachchi. O'zim ko'rgazayman. Tamam. Xotinsiz yashasa bo'larkan, qizlar ko'pligiga qarab. O'pkama teshaydi qizlar bor-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom. Salom. Ne yapıyorsun? Hey. Ne toda? Şuna oldu. Ben kuzuma şarpa görünüyor. Çıktım. Bazen mi yaptı? Bir de kuzuma fazla kör. Bir de uğramıyorum. Ben zalda uğramam. Zalda uğramam. Zalda uğramam. Ey. Ey. Evet. Şunu ne göçmeyeyim. Erkin kuşma. Men ozod qushman. Hammaga xabar beraman do'stlarim. Men bugun ozod qushman. Men bugun ozod qushman. Men bugun nima qo'yapsiz-da? Ishoninglar, bugun ozod qushman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuma. Sen kim? Men kim? U kim? Men çok rahat bo'lyapman. Ben yazmadım bunu yapsa tursun. Ben apa bugün Shuma. Canım kıvıştım da. Xullas, ben xotinimni sevarkanman, tuz bor. Ben xotinimni sevaman. Siz yashamaysiz ham. Xo'sh. Yana ko'zimga ko'rinyapti. Alo. Xotin. Men qara tez uyga kel. Ben seni severkanman, sen yaşamaz ekanman. Uyda shunday sharpan yurgandek har burchagida seni ko'ryapman hozir. Tezki. Bir kishiga gaplash taksini o'zim beraman. Tezki. Shuma. Ne yapacağım? Kameraya doğru baktım. Qanday? Ko'r maza qildingizmi? Eshitganman, dumalab qolganman. Qanchalik ko'rishni oldik, buni kommentariyada yozib fikringizni bildirasiz. Senga tushmasin deb begona nigoh. Yoningda qoyadek turgim keladi. Seni ko'kka ishonmay eyvoh cho'ntagimga solib yurgim keladi. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.